intonatsiya bilan gapirish kerak. Xo'p, present perfect. Qanaqa zamon bu? Hozirgi tugallangan zamon. Nima tushunasiz o'zi hozirgi tugallangan zamon? O'tgan zamonda Sizga yaptık ya, aşırı çünkü Turkiya. Aha. Biliyorum. o'tgan zamonda ish harakat ko'p, hozirgacha davom etilayotgan Vaqtda aniq bo'lgansiz. Nima edi? Vaqt aniq bo'lmagan. Aha. Qoida kerak emas, aytinglar. Hayotdan misol aytinglar. Masalan, men dars qildim desa, shu prezentda uni aniq vaqti yo'q. Keyin ba'zi qachon degan Have, has. I, we, you, they, he, she, it. Bu zamon o'tmishda sodir bo'lgan. Sodir bo'lish vaqti ko'rsatilmagan. Natijasi hozirda ko'rinib turgan ish harakatlarga ishlatiladi. Qaranglar, men sizlarga bitta nima beraman, savol beraman. Have you, sizlardan so'rayman. Have you done your homework? Uy vazifani qildingizmi deb so'rasam, siz qachon qilganingiz menga muhim emas-da, qiziq emas. Siz uni kechasini uxlamay qilgansizmi, kecha soat 8 da qilgansizmi, to'g'rimi? Menga muhim emas. Menga muhim narsa nima? Siz qilgansiz yoki qilmagansiz. Tushundingmi? Mana. Siz o'ylamaydi deysizlar. Qachon qilganimizni o'ylamaydi deysizlar. Aytaman yana, qaranglar. I have seen my old friend. Old friend nima degan? Eski do'st degan. Men eski do'stimni ko'rdim. Qachon ko'rganimni aytdimmi? Yo'q. Demak, va natijasi qani? Men ko'rganim. Hozir xursandmi ko'rmanda? Tushundingmi? Jo'ra armiyadan keldim, qandaysan dedim. Xo'p, yana. I have washed. Noto'g'ri fe'llarda bo'lmasa nima qo'shiladi? Ed. I have washed my car. Aytdimki, men mashinamni yuvdim dedim. To'g'rimi? Aniq vaqt aytmadimmi? Natijasi qani endi bu mashinani yuvgan? Mashinam yaltirab turibdi. Tushundingmi? Bu nima? Natija. Keyin yana she yana bo'ladi. Hasmi? Has cry nima degan? Cry. Present degan. U nima qildi? Yig'ladi. Natijasi qani? Yig'lagan. Ko'zi shishib ketgan, qizarib ketgan, to'g'rimi? Bu nima? Natija. Mana yozib qo'yaman. Her eyes, uning ko'zlari nima? Are red and wet. Nam va qizargan. Tushundingmi? Mana bu natija. Qiyin emasmi? Endi buni har birini kalit so'zlarning sadrisi bor, o'shalarni ko'rib chiqishimiz kerak. Just, ever, never, since, Recently. for, recently, yana yet, So far. so far, sig'mas ekan. Yana qaysi? Already. Already.
Already bo'ldimi? Ha, buni aytamiz. Hozirgina. Ever. Biror marta. Never. Hech qachon. Since nima degani? Dan beri degani. Forchi. Dan beri davomida degani. Xo'p, recently. Allaqachon. Yaqinda. Iya. Yet. Haligacha. Haligacha. So far. Shu paytgacha degani bu. Ularni shartini ko'rib chiqamiz endi. Just degan hozirgina deganiga men buni ko'p qo'yaman. I have just seen my old friend. Men hozirgina eski do'stimni ko'rdim. Ever degani bo'lib so'roq gaplar desalar faqat biror marta degan, faqatgina hayot davomida biror marta qilgan harakatlarni eslatadi. Shunday eslatadi. Masalan qanday? Have you ever smoked? Nima degani bu? Birorta chekkanmisan? Birorta chekkanmisiz? Desa nima so'ralgan? Ever so'ralgan. Nima deydi yosh bolalar? Birorta cho'kib ketganmisan? Ha, yana nima deydi? Biror marta Toshkentda bo'lganmisan desa bir-biriga, ha? Men bo'lganman, dadam olib borgan deb qo'yadim. Ha, bu faqat so'roq gapirishadi. Have you ever been to Paris? Biror marta Parisda bo'lganmisan? To'g'rimi? Qarang. Have you ever smoked dedim. Biror marta hayotingiz davomida chekkanmisiz? Shahar deb so'rayapman sizdan. Yo'q. Xo'p, yozamiz. Endi never bilan yozamiz. Never qanday bo'lib? Gapda inkor bo'lmasa ham o'zi inkor ma'noni berib oladi. I have never smoked deydi shahar. Men hech qachon chekmaganman. Yolg'on bo'lsa ham, not yo'qmi gapda? Lekin gap nima bo'lyapti? Chekmaganman bo'lyaptimi? Inkor bo'lyapti, ha? Mana. Xo'p. Recently ham gapni o'rgatishadi. I have bought nima degani? Sotib olish. Yo'q. Abi, telefon qo'yapti. 3 kun yutdi. Telefonda. Sizlar böyle. Verengiz. Siz kanal görevlerinde Bu kanalda nima qilyapsiz? About. Sotib olmam degan. I have bought a new phone recently. Men yaqinda bitta yangi telefon sotib oldim. iPhone 18 Pro Max. Tushun? Keyingisi. Yet degani so'roq va inkor gaplar esalari haligacha degani. Hayotdan misol keltiraman sizga. E'tibor beryapsan, hammasi osmondan o'ymayman, hammasi hayotdan olyapman, to'g'rimi? Shunaqa hayotdan misol keltirishga o'rganyapman. Demak, nima deyman yetga? Yet gapni oxirida shartlari faqat so'roq bilan inkorda. Sizlar qizlar bo'ladi, ba'zi qizlar yigitlarda ham bo'lsa kerak. Ovqat bo'ladi-ku. Ovqatni ichidagi masalliq kim ajratadi?
Mana azatadi. O'shani nima deydi? Sho'rvadan nima deydi? Have you eaten your soup yet? Haligacha ovqating yemadingmi? Deydimi? Ha? Nimaga yemading desa? Piyoz bor ekan. Sholg'omi bor ekan. Sabzisi bor ekan. Oq go'shti bor ekan, deydimi? Ha? Demak, so'roq gaplashyaptim mana. Inkorda nima setsa bo'ladi? I have not Nima bo'ladi? I have not slaytasizlar. Got my certificate. Certificate demak, ALS dedik. IELTS yet. I have not got IELTS yet. Men haligacha IELTS olmadim. Tushunarlimi? Demak, bu so'roq bilan ikkovida ishlatilgan ekan. Yana qanaqa gaplar aytsa bo'ladi? Yetga, so'roq gaplarga. Haligacha xonamdagi ayat. Haligacha uxlamadim deydimi, ha? Kirib qolsangiz. Keyin dars qilayotgan bo'lasizmi o'sha paytda? Dars qilayotgan bo'lasizmi? Yo'q. Qilayotgan bo'lasiz. Odamlar gapiradi-ku, bilasizmi? Shuncha vaqtdan beri borasan dedim unga sizga. Ha, gapir qani? Haligacha olmadingiz sertifikat dedim. Ular bilmaydi-da u ingliz tili qanaqa nimaligini. Nima dedi? Ichidagi suvib qo'yadi. G'alati savol beradi-a? Nos nima degan deydi? Yaxshi. Demak, bu tushunarli bo'ldimi? Since bilan for ni alohida yozamiz. Buni bitta yozaylik-da. Since bilan for tushuntirib beraman.